ertalab o'rningizdan turdingiz-a? Oh, kech qoldim. Hali bolalarni uyg'otish kerak. Maktab bog'chasi bor. Tur o'rningdan, ketdik, joyini qo'y, anoni qil, manoni qil. Baqir chaqir qilib miyangizga tashvishni oldingizmi? Va bu statistikada 95% ko'tarilgan. Siz ertalabda o'zingizga kun davomida ketadigan energiyani yo'qotgan bo'ldingiz. Hurmatli ustozlar, biz energiya yo'qotuvchilar bo'lishimiz kerak emas. Biz energiya beruvchilar bo'lishimiz kerak. Mana aytyapsiz, voy hozir bu opadan energiya olaman shekilli deganlar diqqatiga. Energiyangizni o'zingiz topasiz. Ertalab turdingizmi, turishga shoshmang. 1-2 daqiqa chuqur haligi o'rgatgan nafas olish mashqlarini bajarasiz. Esimizda qolmadi o'sha. Va o'nta O'shani bitta videoga oling. Videoga. Nafas olishingiz videoga charchagan. 20 daqiqa oralig'ida qilamiz. Videoga. O'shada yana videoga olasizlar. Va azizlar, ertalab turganingizda kamida 10 ta so'z bilan o'zingizni maqtang. Chiroyliman deng. Chiroyliman deganingizda ichingizda voy baloni chiroyligini degan narsalar kelsa chiroyliman desangiz o'tmaydi. Siz yuragdan chiroyli ekanligingizga ishoning. Chiroyliman. Aqlliman deng. Aqlliman degani voy aql paqil yaxshi. Boshlanishlar o'qituvchi bo'lib qolganini. Aqlli oilaga. Ishonmasangiz aytmang. Ishontiring o'zingizni. Voy qanday yaxshi umr yo'ldoshim bor deng. Ichingizda har peshanamga bitmayapti. Desangiz aytmang, ishoning. Qanday yaxshi farzandlarim, qanday yaxshi o'g'illarim, qanday yaxshi qizlarim, qanday sevimli ayol, qanday sevimli ona, qanday sevimli farzandman deng. O'zingizdan faxrlaning. Siz o'zingizdan o'zingiz faxrlanmasangiz, siz bilan hech kim faxrlanmasligini bilasizmi? Siz o'zingizni qadringizga o'zingiz yetmasangiz, sizni qadringizga birovlar yetmasligini bilasizmi? Marhaba kalimani 2 qator satrini doim takrorlayman. Kiygan bilan ko'rishimni qilolmaydi, yurishimni deyishda gap ko'p. Sababi sizni tushunish uchun sizni yo'llaringizni bosib o'tish kerak bo'ladi. Hurmatli azizlarim, erta tongdagi 10 ta o'zingizga nisbatan maqtov fikrlar, yaxshi taassurotlar. Kecha zo'r bo'ldi-da, farzandlar bilan mazza qildik-da. Farzandlar bilan shunaqa semishga chaqib o'tirish kerak ekan. Shunaqa yer-yog'oq chaqib o'tirsangiz, qarang, ular qancha dardlarini, fikrlarini aytar ekan. Oilamizni rivojlanishi uchun bu muhim ekan. Ey Xudo, bugun undan ham mazmunli kun ber deb so'rang Allohdan. Azizlarim, tog'day so'rang, toshday beradi, toshday so'rang, moshday beradi. Mabodo moshday so'rasangiz, nimani beradi? Shuning uchun tog'ni so'rash kerak. Tog'dayni beradi azizlar. Va farzandlarimizga ham buni ishontirishimiz shart. Prokuror bo'laman, voy pastroq tush. Hana Nodirchga o'qiydi. Mendan yomon o'qiydi, ya dada. Voy Nodirni dadasini qara, Nodirni ayasini qara, uylarini qara, dang'illagan hovlilarni qara, vovillagan mashinalarni qara. Voy bu Nodirlar ular. Endi bizni qara, dadang qara, turishimizni qara, uyimizni qara, ahvolimizni qara, turishimizni qara. Bola uchmoqchi edi, qanotlarini siz sindirdingiz. Siz kesdingiz. Siz uni hayotga tayyorlamadingiz. Ana endi uyga ham kerakli his qilmaydi, sizga ham kerakli his qilmaydi. Voy mencha o'quving yo'q, mencha dangasasan, mencha shu ishni ham eplolmaysan, katta bo'lasan, nimaga shu muomalani ham bilmaysan va hokazo. Shuni siz bildirmadingiz. Shuni siz o'rgatmadingiz. Shunga siz qanot bermadingiz. Shunga siz parvoz qilishga yo'l bermadingiz yoki xayolan Toshkentning mashinasiga chiqib o'sha o'qishga topshirishga ham yo'l bermadingiz. Xayolida ham yo'l bermadingiz.
illat izlaganga illatdir dunyo, g'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim meni izlasa topgay begimon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo.